Koreyaning eng katta telekanali KBS Suga'ni chiqishini cheklamoqchi. BTS to'liq holatda qaytdi. Endi ular tabiiyki televizorda ko'rsatuv va intervyularga chaqiriladi. KBS esa Suga'ni TVda chiqishini cheklashni ko'rib chiqmoqchi. Sababi bo'lsa 2024-yil 6-avgustda Suga mast holatda elektr skuter boshqargani va bu qonuniy limitdan 3 barobar ko'p bo'lgani uchun. Ularning aytishicha, Suga kabi mashhur shaxs televizorda ko'rsatilsa, mastlik bilan boshqarish jiddiy jinoyat emasdek bo'lib qolishi mumkin va bu yoshlar orasida mas'uliyatsizlikni rag'batlantirishi mumkin ekan. Suga mast holatda elektr skuter haydagani uchun jarimaga tortildi. O'z qo'li bilan yozgan uzr xatini reversga joyladi. Albatta bu holatga armiyalar qarshi chiqyapti, lekin yungini yoqtirmaganlar uni guruhdan chiqib ketishi kerakligini aytishyapti. 스키 늙어터진 좁탕매야 이제 시작이요. 이 맥주병, 소주병, 콜라병, 유연병, 정신병, 개멍청 대가리, 닭다리 산삼 소주병으로 네 양뺨을 두드러 재까놓고 후드러 까고 두드러 까고 때린 데 또 까고 한 대 더 까고 살려달라고 사정을 해도 사정 없이 까고 짜란디.